har bir siz o'ylagan narsa muvaffaqiyatga uchravermaydi. Xuddi shu samolyotga o'xshab muvaffaqiyatsiz bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, har bir o'ylagan narsa muvaffaqiyatli bo'lish uchun nima qilishim keraksa, universal dekor profilini kuzatishingiz kerak. Imенно teplый polda matlarni qo'yish bo'yicha. Chunki xuddi shu narsani ishlab chiqaruvchi sifatida men sizlarga uni hamma xarakteristikalarni e'tibor olmoq aka. Shu issiq kunda kim teplый pol qiladi deysizmi aka? Ertangi qishki kuningizni sovuqni o'ylab, bugun uyingizda teplый pol qilib qo'ysangiz aka, eng to'g'ri yechim bo'ladi. Eng qizig'ini aytaymi? Bu narsalar hozir nalichi mavjud. O'tmagani uchun o'tkazamiz. Aka, ertaga qishga sal kunni sovuq qolgan paytda buni yetkaza olmadik. Shuning uchun aka, hozir narx arzon bo'lgan paytda uyingizga olib qo'ysangiz, maza qilib ishlatasiz. Xo'p aka, buni to'g'ridan to'g'ri shunday yeriga to'shaysiz-da. Ustidan ishlangan to'shib olganingizdan keyin ishoning gapimga, issiqlik faqat to'g'ridan to'g'ri tepaga harakatlanadi. Eng asosiysi aka, bu narsani yaxshi ekanligini klientdan o'zidan bir necha bor o'zib qilib berganmiz. Ustaki agar shu narsani ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz, teplый pol qotgan bo'lsangiz, bitta ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Pastda raqamingizni qoldirsangiz, ishlatganingizdan keyin borib joyingizda yana bitta o'zingizdan ham o'tkazib olib beraman. Okay, eng qizig'ini ayting, kommentariyada xuddi shu narsani ishlatgan bo'lsangiz, qanaqaligini yozib olsangiz, ko'pchilik kirib o'qigan bo'lardi va ular uchun foydali bo'lardi. Eng asosiysi, sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganida yomon gumonda bo'lmaysiz. Mana shu videoni santexnik do'stlarga tashlab qo'yasiz. Assalomu alaykum.